ota-onangiz bilan mana shunaqa hovlida mazza qilib yashashni orzu qilib turibmidingiz? Men sizlarga shunaqa bitta zo'r hovli topib qo'yganman. Kompaktning Kelesda joylashgan, eng qimmati shu ekan. Ko'rib turinglar, obzor qilib beraman. Qolganlari bundan arzonlashib boradi. 1 2 3 4 5 Kelesda 5 ta hovli sotilyapti. Xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Ulgurib qoling. Sotuvda 5 ta hovli. Hovlidan kirishingizda bitta mashina bemalol sig'adi. Ziloniy zonasi bor. Bu yoqqa bitta tapcham qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Gastyoy sanuzel. Zinadan ko'tarilganimizda chap qo'limizda podvolga zina qoldirishgan va bu yerda kiraverish katta hol qilingan. Ko'pchiligiga holli variantlar juda ham yoqadi. Sizlarga qanaqasi yoqadi? Kommentariyada yozib qoldiring. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda oshxona joylashgan, fartuqlar terilgan, mebel qo'yasiz bo'ldi. Qolgan hamma narsasi tayyor holatda. Uyimiz tarishga tushgani uchun xonalari juda ham yorug' ekan. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Почти hamma xonasida rom mana deraza romda bor ekan. Umumiy sanuzel dushovoy variantda. Xonalarning keng, yorug', balandligi menga shaxsan yoqdi. Sizlarga nimasi yoqdi? Fikrlarni yozib qoldiringlar. 5-xonamiz родительский spalnya ekan, o'zini sanuzli bilan. Zo'ra. Toshkent tumani Keles, G'iyos Umarovda joylashgan ushbu shinamgina hovlimiz 2-3 sotix, 5 ta xona plus hol, 2 ta sanuzildan iborat. Hovlining narxiga keladigan bo'lsak, $97,000 kelishadigan joyi bor. Bu eng qimmati edi. Keyingi uylar bundan sal arzonroq bo'ladi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar.